Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Topdagi barlik qarindoshlar, Alloh salom va mag'firati barakat olsun. Cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. Bugungi darsimiz 22 cho'ng gunoh g'animatga xiyonat qilish. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Bu haqda davlat miliga ve zakatga xiyonat qilishmi cho'ng gunoh hisoblanadi. Alloh taolo sura Anfalning 58 oyatida mundaq deydi: Allah haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Sura Al-Imronning 161 oyatida Alloh taolo mundaq deydi: hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajgisiga tortilgan holda keladi. Mana buningdan davlat miliga va zakatlarga xiyonat qilishning g'animatga xiyonat qilish bo'lib hisoblanadiganligi bu cho'ng gunohlar qatoriga kirib, qiyomat kuni bundan qattiq hisob beriladiganligi bayon qilinadi. Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga g'animatga qilingan xiyonat to'g'risida so'z qildi va xiyonatni shundaqla uning ig'ir oqibatini aytib mundaq dedi: qiyomat kuni biringlar mening oldimga gajgisiga bozlayotgan to'yga yudib olgan holda kelib qolmasin. Halbuki u menga Allohning payg'ambari menga yordam qilgan deb yolvurdi. Men uningga sana Alloh taolodan shafoat tilashga kuchim yetmaydi. Men sana dunyoda tabliq qilgan edim deyman. Qiyomat kuni biringlar mening oldimga gajgisiga kishnayotgan ot yudib olgan holda kelib qolmasin. Halbuki u menga Allohning payg'ambari menga yordam qilgan deb yolvurdi. Men uningga sana Alloh taolodan shafoat tilashga kuchim yetmaydi. Men sana dunyoda tabliq qilgan edim deyman. Qiyomat kuni birovlar mening oldimga gajgisiga ma'ravatgan qo'y yudib olgan holda kelib qolmasin. Halbuki u menga Allohning payg'ambari menga yordam qilgan deb yolvurdi. Men uningga sana Alloh taolodan shafoat tilashga kuchim yetmaydi. Men sana dunyoda tabliq qilgan edim deyman. Qiyomat kuni birovlar mening oldimga gajgisiga raxt va kiyim-kechak esilgan holda kelib qolmasin. Halbuki u menga Allohning payg'ambari menga yordam qilgan deb yolvurdi. Men uningga sana Alloh taolodan shafoat tilashga kuchim yetmaydi. Men sana dunyoda tabliq qilgan edim deyman. Qiyomat kuni birovlar mening oldimga gajgisiga qattiq vaqirayotgan biror jonni yudib olgan holda kelib qolmasin. Halbuki u menga Allohning payg'ambari menga yordam qilgan deb yolvurdi. Men uningga sana Alloh taolodan shafoat tilashga kuchim yetmaydi. Men sana dunyoda tabliq qilgan edim deyman. Qiyomat kuni yana birovlar mening oldimga gajgisiga oltin kumush esilgan holda kelib qolmasin. Halbuki u menga Allohning payg'ambari menga yordam qilgan deb vaqiraydi, yolvurdi. Men uningga sana Alloh taolodan shafoat tilashga kuchim yetmaydi. Men sana dunyoda tabliq qilgan edim deyman. Imom Muslim, Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Mana bundan qarindoshlar xiyonat qilishniki turlari aniq bayon qilinyapti. Demakki, kimki yuqori tilga ilingan g'animat mollarining biridan urushda g'animat olganlar orasida taqsim qilishdan burun ilib olgan yoki davlat g'aznasidan boshliqning ruxsatisiz biror narsa ilib olgan yoki kambag'allar uchun yiqqan zakatdan ilib olgan bo'lsa, xiyonat qilgan bu molni qiyomat kuni gajgisiga yulgan holda keladi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda, ya'ni Al-Imronning 161-oyatida
Mundaq deydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajgisiga ortilgan holda keladi deydi. Shuningga qarindoshlar, yuqorida deyilgan narsalarga o'xshash yoki davlat g'azinasining meli yoki bo'lmasa chiqqan zakot, fitr zakotlar bo'lsin, yoki bo'lmasa urushda g'animat olgan narsalarni taqsim qilishdan burun bo'lsin, yoki bo'lmasa davlat g'azinasidagi narsani boshlig'ining ruxsatsiz ilib olgan narsa bo'lsa, qiyomat kuni bu hisobini berib bo'lolmaydi. Ig'ir gunoh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu haqda bundoq degan: "Jib-jingni chog'liq narsani egisiga qaytaringlar. Hargizmi xiyonat qilmanglar. Chunki xiyonat qilgan narsa xiyonat qilguvchini qiyomat kuni rasvo qiladi." Abu Davud, Ibn Majah, Darimi, Malik va Ahmad rivoyat qilgan, Albani sahih degan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ibni Latbiya degan kishini zakot yig'ishga tayin qilgan edi. U kishi vazifasini bajarib qaytgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hisoblaganda: "Ey Allohning payg'ambari, bu mollar sening, ya'ni davlat meli. Mavlar menga hadiya qilindi" debdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning gapini anglab darhol munbarga chiqqan va Allohga hamd sano aytgandan keyin: "Alloh bilan qasam qilamanki, qaysi biringlar biror narsani nahaq ilib olsa, qiyomat kuni u odam u narsani ko'targan holda keladi. Sizlardan kimki Allohning huzuriga bo'zlayotgan to'ga yoki mo'ravatgan kala va yoki mo'ravatgan qo'y yurgan holda keladi ekan, men uni tonimayman" degan. Shundan keyin ikki qo'lini ko'tarib: "Ey Alloh, yetkizdim-mi?" dedi. Birlik kelgan hadis. Shuningga xiyonat qilish nihoyatda ig'ir gunoh. Qarindoshlar, xiyonat qilishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Xaybarga jihodga bordik. Urushda oltin kumush g'animat ololmadik, ammo oziq-tulik va kiyim-kechak g'animat oldik. Keyin Qura vodisiga keldik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanında Juzam qabilasidan Rifa'a ibn Yazid ibn Bani Zabib ismli bir kishi uningga hadiya qilgan bir qul bor edi. Vadi Quraga yetib kelganimizda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu quli yuklarni tushirishga boshladi. Shu asnoda g'oyibdan bir o'q kelib uni o'ldirib qo'ydi. Biz: "Ey Allohning payg'ambari, uningga shahodat, ya'ni shahidlik muborak bo'lsin" dedik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Undaq emas, jinim ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, u taqsim qilingan g'animatdan ilib olgan bir yepincha uni lovuldab ko'ydiryotdi" dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu so'zini davom qilib bundoq dedi: Sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu sözünü anlap nihayet korkup ketdi. Bir kişi derhal bir yoki ikki shoynini ilib kelib, "Men buni Xaybar urushida ilib olgan edim" dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. "Bir yoki ikki shoynimi o'tga aylandi" dedi. Birlik kelgan hadis. Birlik kelgan hadis. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma mundaq dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yukiga mas'ul bir kishi bo'lib, uning ismi Karkara edi. U bir kuni o'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u do'zaxga dedi. Sahobalar uning ajabni uning narsalarini oqtirgan edi. G'animatdan o'g'irlab olgan bir kiyim chiqdi. İmam Buxoriy, İmam Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Shunga qarindoshlar qattiq diqqat qilmasak bo'lmaydi. Zayd ibn Xolid Juhani mundaq deydi: Bir kishi Xaybar
G'azotda g'animatga xiyonat qilgan ekan, bu kishi o'lganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning namozini tushirmadi va do'stinglar Alloh yo'lida ish qilib etib xiyonat qildi dedi. Biz uning narsalarini aqtirgan edik. Orasidan yahudiylarga oid 2 tanga qimmatida bir marjon chiqdi. Abu Davud, Ibn Majah, Nasoiy, Imom Malik va Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. İmam Ahmed, Allah onun rahmet qilsin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ganimetke xiyonat qilgan ve özünü öldürüp algan kişiden başka birinin namazını tushirmaganligini bilmaymiz degan. İmam Ahmed ve Tabarani rivayet qilgan, Albani sahih degan. Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimet xiyonat qilgan ve özünü öldürüp algan adamның namazını tushirmaganligi bayon qilinadi. Çünkü ularniki her ikisi o'xshash do'zaxga kiradi degan gap. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Zakat yig'adigan xizmatchilarga berilgan hadiya xiyonatdir. Zakat yig'adigan xizmatchilar bana hadiya berildi deb olsa, o xiyonat bo'ladi. Xiyonat bo'ldi qarindoshlar. Shuningga zakat chiqqanda zakatni to'liq elib kelib topshirish kerak. Agar uni topshirmasa, o shu amonatga xiyonat qilgan bo'lib, qiyomat kuni uning ilib olgan narsasi yuqorida bayon qilingan narsalarga o'xshash gejgisiga ortilib, o't bo'lib ko'ydirdi. Bu masalalarda alohida diqqat qilishimiz kerak. Allah'tan qo'rqishimiz kerak. Bu to'g'ridan nurg'un hadis rivoyat qilingan bo'lib, ba'zi zulm bo'limini keladi. Zulm bunda 3 turlik bo'ldi. Birisi boshqalarning melini nahaq yevilishmi zulm bo'ladi. Ya'ni biri odam o'ldirish, urush, chiqish va yordar qilish orqali kishilarga zulm qilish. Bu zulm bo'ladi. Üçüncüsü tillash, la'nat qilish, haqorat qilish va qarchaplash kishilarga zulm qilish bo'ldi. Hozir biz dunyoda zulm desa faqat uni urdi, unga azob qildi deganni zulm deb qaraydi. Zulmning turi mana yuqorqi 3 turlik bo'ladi. 3 turlik bo'ldi. Boshqalarning melini naq ilvasini zulm hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Minoda xutba so'zlab mundaq degan. Bilib qo'yinglarki, jininglar, melinglar va obro'yinglarga chiqilish sizlarga xuddi bu kuninglar, bu eyinglar va bu shahringlarning hurmatini qilmaslik harom qilingandek harom qilindi. Birlikka hadis. Birlikka hadis. Shuningga boshqalarniki jiniga zalim bo'lish, melini ililish, obro'yiga chiqilish, obro'yini to'kish, uningmi ig'ir gunoh, harom qilingan ishlar ekanligi bu yerda bayon qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday degan: Alloh taolo tahoratsiz o'qilgan namozni, xiyonat qilib ilib olgan moldan qilingan sadiqani qabul qilmaydi. İmam Müslim, Abu Davud, İbn Majah, İmam Ahmed ve Darimi rivayet kılan sahih hadis. Bu yerde iniq bayan kılmadığı kardeşler, Allah Teala taharatsiz ağan namazını kabul kılmaydı. O namaz emez. Taharet bizni kesse, namaz okuyverse, o namaz bulmaydı. Xiyonat qilib ilib olgan moldan qilingan sadiqani Allah kabul kılmaydı. Ben xiyonat qilib aldım, lekin ben bunu sadiq qilib deb o'zining izzat obro'yini ko'tarmak uchun o'zini sehiy odamkan boshqalarga yordam qildigan deyish uchun sadiq qilsa, o sadiq qabul qilinmaydi. O'xshashli xiyonat qilgan bo'yicha ketaverdi. Alloh taologa iltijo qilib, bizni o'zi rozi bo'lgan va yaxshi ko'rgan ishlarga muvaffaq qilishni Allohdan tilashimiz kerak. Alloh taolo nihoyatda sehi nihayeti kamtardir. Qarindoshlar, bu ishlarda xiyonatdan qattiq saqlanishimiz kerak. Alloh taolo barliq qarindoshlarni to'g'ri yo'lga boshlasin.